Bu Gorilla. Qara. Bu ham Gorilla. Mana bu Flash. Mana bu Gorilla. Bu Dina. Hey, do'stlar, men travitin ustachilarini 2 barobar tezlashtirish yo'lini topdim, do'stlar. Mana shu travitin, mana shu joyda deb oldi, do'stlar. 4 kunda qilib ketishdi. Nima uchun? Chunki uyda egasi faqat Gorilla olib berar ekan, 4 kun ichida bir 30 tacha Gorilla yetishibdi. Orada pul yetmay qolganda DNPni olib kelib berganiga qosh qozonni allab turishgan ekan. Do'stlar, agar sizlar ham mana shunaqa Gorillalar olib berib travitin tezlashtirmoqchi bo'lsangiz, travitinning eng qiziq tomoni, voy, tagasi ichida, materiali ichida, usta haqqi, lesa, pesa, buni salafan, palafan, skochi hamma yo'q ichida ekan, 130 ming so'mdan boshlanish qilib berishadi ekan. Mana do'stlar, mana orada pul yetmay qolsa, mana ko'la ham olib berib turishgan ekan, do'stlar. Batda ham Gorilla. Faqat Gorilla bilan ishlaydi. Suv ichmas ekan. Nafas olar ekan, Gorilla ichar ekan, ishti qilar ekan, do'stlar. Kimda kim? Mana shunaqa holatda uyingiz bo'lsa, chiroyli qilib, yaltiroq holatda qilib berishgan. Uyini travitin qildirmoqchi bo'lsa, 130 ming so'mdan vodiy bo'yicha xizmat ko'rsatishadi. Boshqa viloyatda kelishilgan holda past raqamini qoldirdim. Nima deb o'ylaysizlar? Gorilla haqiqatan ustani tezlashtiradimi?